Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2026-yilda yaxshi niyatda imorat quryapti turgan obunachilarimiz uchun somon shuvoq narxlarini yoritib beramiz. Ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonda ichkarisini ham, tashqarisini ham chiroyli qilishib somon shuvoq qilib berishyapti. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz Vodiy, Toshkent, bu yoq o'sha Qashqadaryo, Surxondaryogacha borib xizmatlarni qilishib kelyapti ekan. Akalarimiz mana shu ishni mutaxassisi, faqatgina shunaqangi ishlar bilan shug'ullanishadi. Endi uyni ichiga kirib ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, uyimizni birinchi etaji shlaka blokdan urilgan ekan, ikkinchi etaji esa xomg'ish, pishkang'ish aralashtirib urilgan ekan. Bu ustakalarimiz universal ekan. Xohlasangiz shlaka blok, xohlasangiz gaza blok, xohlasangiz pena blok, xomg'ish, pishkang'ish, uzil kesil, demadi, devor tanlamaydi ekan. Xohlaganingizga shunaqangi tabiiy somon shuvoqlarni qilib berishar ekan. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab bittadan like bosib, tanish bilishlarga, uy qurib turganlarga jo'natib qo'ysanglar, kimgadir albatta foydasi tegib qolishi mumkin. Hozirgi kunda masalan 1 kvadrati qanchadan shunaqangi chiroyli qilib shuvoq berishyapti. Bu narsani foydali, ziyonli tomonlarini hammasini aytib o'tib ketamiz. Qani biz bo'lmasa ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Hormanglar endi. Ustaka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Qo'llaring dard ko'rmasin. Ha, yana bitta Fayzli xonadonni chiroyli qilib, ichkari tashini ham shunaqangi somon shuvoq qilib berasizlar, ustaka. Hoy, necha yildan beri mana shu bilan shug'ullanasizlar? 15 yil bo'lib qoldi. 15 yildan beri faqatgina shunaqangi somon shuvoq bilan shug'ullanasizlar. Bu nima deydi? Tuproq, sariq tuproqmi endi bu? Sariq tuproq. Somon, pilos. Somon, ha. Oddiy tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Hali odamga anaqa ziyoni yo'q. Yo'q, ziyoni yo'q. Ham nima deydi? Havosi boshqacha bo'lib turadi ekan, ustaka. Buni foydali tomonlarini o'zingiz aytib keting endi. Foydali tomonlari endi qishda issiq, yozda muzdek salqin bo'ladi. Ha, izolyatsiyasi yaxshi bo'ladi. Birinchi yaxshi bo'ladi. Ya'ni ozgina o'tin bilan qishda isiydigan bo'ladi, yozda esa issiqni ichkariga kirgizmaydi. Kirgizmaydi. Ya'ni o'sha ota bobolarimiz qilib kelgan somon shuvoq. Somon shuvoq. Endi bunimizni masalan qanaqadirligi zararli narsalar chiqarmaydi, radiatsiya. Chiqarmaydi, yo'q, ular narsalar chiqarmaydi. Aha, tushunarli. Xo'sh, biz hozir qayerda turibmiz, ustaka? Qaysi? Aha. Manzil. Manzil Farg'ona avvalda, avvalda. Ya'ni xizmatlar bo'lsa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqilaveradi. Xo'sh. Ustaga endi masalan uyda egasi qanday sharoit qilib berish kerak? Masalan, birinchi kelganda devor qaysi holatda bo'lishi kerak? Nimalar olib berish kerak? Bizga endi uyda egasi birinchi ochlikda o'sha lesa pesa qilib beradi, sharoit qilib beradi yotoq joyiga. Ya'ni lesa olib kelib beradi. Uzoqroqdan kelganlar uchun yotoq joy, yeb ichdi, undan tashqari somon, shunaqangi tuproq olib kelib bersa, tuproq olib kelib beradi. Keyin sizlar somonni mana bunaqangi drabilkada chiqarib, mayda qilib, ya'ni shu somon shuvoqqa mos qilib titib, shunaqangi loyiha qilasizlar, shundaymi? U drabilkani xizmati alohida hisoblanadimi? Xizmati alohida 10 ming so'mdan chiqariladi. Bitta priz 10 ming so'mdan pul beradi sizlarga. Shundaymi ustaka? Shunday. Ha. Endi hozir ustaka ko'rib turibmiz, bu yerda necha santimetr nima yeyapti? Qalinligi. Endi buni qalinligi, duvalni turligiga qaraladi birinchi ochlikda. Masalan, qing'ir qish bo'ladigan bo'lsa, 3-4 santimetr ham yeyishi mumkin. Agarda buni o'rnida, g'isht o'rnida paxsa bo'ladigan bo'lsa, 10-15 santimetrgacha yeyishi mumkin. Ha, ularni ham tekizlab, ha, ulardan tekis, ularning narxi faqat ko'rib dagor qilinadi. Ha, buni bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir xilda chiqib ketaveradi. Bu podpravila deyladimi ustaka? Podpravila bo'ladi. Bundan keyin qanday ishlov beriladi? Bundan keyin aboy-moboy qilinaveradi. Shuni yopishtirsa bo'ldimi yo nimada totib olish kerak? Rotmunda sal aqabaqa tekizlashib oladi. Ha, rotmund tosib turib, aboyda yopishtirsa bo'ladi, ustaka. Tushunarli. Endi ustaka, bularimizni masalan ustaka bu yerda jami necha kvadrat joy ekan? Общий, tashqari ichkari. Общий ustaka o'tib ketib olamiz. 800-900 kvadratga borib qoladi. 900 kvadrat, hozir ko'rib turibsiz, 3 kishi, 4 kishi ishlayapsizlar ekan. Necha kunda bitirib berasizlar? Endi havo yaxshi bo'lib tursa, bir 10 kunga qo'ymasa bitirib beramiz. 10 kunda. Ya'ni bir kunda o'rtalay bir 100 kvadrat shuvoq berasizlar ekan-da, ustaka. Ha. Endi bunimiz masalan nomi nima? Bu silliqlanyapti yoki narsa qilib ketilyapti? Hozir buni chorning ustiga biz yetilgandan keyin bitta suv sepib, bitta annovat otib qo'yapmiz. Uyda egasiga o'sha kamar rasxod qilib nimaga chiqarib beryapmiz. Ha, ya'ni silliq qilib beryapsizlar, silliq qilib beryapmiz. Silliq qilib beryapti ekan, ya'ni uyda egasi keyin nima qilganda qiynalmaydi. Ha, endi buni atkozlar bor, ustaka? Atkozlar olinyapti. Bular kvadratga qo'shib ketiladimi yo metrga qo'shiladimi? Qanday hisoblanadi? Yo'q, kvadratga qo'shilib ketadi bular, gluxoyga. Ha, gluxoyga qo'shilib ketadi. Ya'ni bu narsani atkoz olinsa, shu yerda kvadrat ham hisoblanib ketiladi. Agar atkoz olinmasa-chi? Olinmaydigan bo'lsa, chiqarib yuboriladi. Kvadrati chiqib ketiladi. Chiqib ketiladi. Endi bu narsani aka, masalan, devor tanlaydimi yo tanlamaydimi aka? Devor tanlamaydi bu. Ha. Bu somon shuvog'imiz shunday narsaki, pena blok, shlaka blok, gaza blok hamma yoqqa yopishaveradi. Xohlagan devorga yopishtirib beraverasizlar.
Ya'ni gazoblok bo'ladimi, shlakoblok bo'ladimi, ishlarga xudo xolasa garantiyalar bor. Garantiyalar bor. Endi ustaga masalan hozir buni yana bir 10 kunda bitirib bersan, keyin zakazlang bormi yoki zakazlarimiz bor. Telefon orqali masalan shu videoni ko'rib aloqaga chiqsa, necha kunda o'tishlaring mumkin? Yana 15 kun 20 kunda. 15 kun 20 kun. Ha, yana boshqa brigadalar bor, ha? Brigadalar bor yana boshqa. Boshqa brigadalar bor. Keyin ba'zi bir joylarda ko'rib turibmiz usta-aka, oddiygina choyxonalarga ham moda bo'lyapti shu narsa. Bunaqa tekkizlanmaydi. Unda hali barmoq izi nima qilib turib, lakam surkashib qo'yapti. Hali ko'chirmaslik uchun. O'shanaqalar ham qilib beraverasizlar? Qilib beraveramiz unaqalarni ham. Ha. Tabiiy dekorativ bo'lib qolaveradi. Ha, dekorativ bo'lib, chiroyli bo'lib qolyapti. Ham o'tirganingizda mazza qilasizlar, ortiqcha kraskani yoki ohak hidi kelib turmaydi. Salqingina bo'lib turadi. Salqingina mazza qilib o'tiriladi. Ha, shundaymi ustaga? To'ppa-to'g'ri. Xo'sh, yana qanaqangi savollar? Ustaga masalan siz anchadan beri chiqarganmiz, bir-ikki marta qanday savollar berishadi ekan? Endi bir xillar atkoz olmay qo'ringlar, sizlardan keyin yana remontda atkoz olamiz, yana ustalarga atkozga pul beramiz deydi. Buni atkoz olmasa, mana duval bu tomonga qaytarlik-da. Ha. O'shaning uchun biz imkon qadar bukib beramiz. Bir xillar mana o'ttasi qolsin deydi, o'ttasini qoldirib beraveramiz. Pena o'sha deraza qo'yganda mahkamroq ushlash uchun shunga borib taqaveradi. Ya'ni xonadon egasini ko'nglidagidek qilib shu beraverasizlar. Ko'nglidek qilib beraveramiz. Ha, masalan, vodiy bo'yicha necha kvadrat bo'lishi kerak? Minimum borganlar joylar. Endi biz masalan uzoq joyga boradigan bo'lsak, kamida shu 700-800 kvadrat bo'lishi kerak-da. Ya'ni bitta xonadon ichkari tashqari bo'lishi kerak. 700-800 kvadrat bo'lishi kerak. 700-800. Ya'ni bu shunaqa bo'ladigan bo'lsa, vodiy bag'i vohagacha boraveradi. Vohagacha borilaveradi. Ha, tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Ustaka bunisini pulini so'ramabsiz. Eng asosiysi, qanchadan bo'lyapti bir kvadrati? Buni hozir kvadrati bu ikkinchi etaj uchun 40 ming bo'lyapti. Ikkinchi etaj bo'lsa 40 ming. 40 ming. Ha, birinchi etaj. Birinchi etaj bo'lsa 35 ming. 35 ming. Ya'ni tepalashgan sari narx qo'shilib boraveradi. Chunki bu yerga qumobchiq, loyobchiq shuni hisobiga asli qiyinchiligi bor-da o'ziga yarasha. Ha. Hozir pastdagi shlaka blokdan ham xuddi shunga o'xshab. Shlaka bloklarni ham xuddi shunaqa qilib beramiz. Qoyil, zo'r. Mana birinchi etaj bo'lsa 35 ming so'm, ikkinchi etaj bo'lsa ko'ryapsizlar 40 ming so'm. Endi u yog'i masalan qanaqadir sharoitni yaxshi qilib turib, agar tevaga shunaqangi loylarni o'zidan olib beradigan bo'lsa, eski narxda shu olib beraverasizlar. Eski narxda shu olib beraveramiz. Ha, tushunarli. Xo'sh, kimga shunaqangi somon shuva xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Mana shu mehnatga ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bittadan laykni bosib, qurilish qilyapti turgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Layk bosamiz, layk bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh shukrasi.